Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Nogironlik pensiyasi oshdi. Avgust oyida qancha qo'shildi? Kim qancha oladi? Hisob-kitob qanday qilinadi va qaysi holatlarda odamlar adashib qolishi mumkin? Bu ma'lumot faqat pensiya olayotgan insonlarga emas, ularning farzandlari, yaqinlari, vasiylari va hujjat ishlari bilan shug'ullanayotgan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam o'ziga tegishli pulni vaqtida olmasligi yoki kamroq olishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda, hisob-kitobi bilan tushuntiraman. Avval nimani tushunib olishimiz kerak? Nogironlik pensiyasi deganda hamma bir xil pul oladi degan fikr noto'g'ri. Amalda to'lov miqdori bir necha omilga bog'liq bo'ladi. Birinchisi insonning nogironlik guruhi. Odatda birinchi guruh, ikkinchi guruh va uchinchi guruh bo'yicha to'lovlar farq qiladi. Ikkinchisi odam mehnat stajiga ega bo'lganmi yoki yo'qmi? Uchinchisi u pensiya olayaptimi yoki nafaqa olayaptimi? Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Pensiya va nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda ish staji, sug'urta badallari, ish haqi va qonuniy asoslar bilan bog'liq hisoblanadi. Nafaqa esa ayrim holatlarda staj yetarli bo'lmagan, mehnat faoliyati bo'lmagan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga tayinlanadigan to'lov bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin odamlar belgilangan miqdorda nogironlik pensiyasi yoki nafaqasini olib kelayotgan edi. Masalan, kimdir 797 ming so'm olgan bo'lishi mumkin, kimdir 920 ming so'm, kimdir 1 million 220 ming so'm, kimdir esa qo'shimchalari bilan 1 million 600 ming so'm atrofda olgan bo'lishi mumkin. Avgustdagi oshirishdan keyin asosiy savol shunday bo'ldi. Mening putim qancha ko'paydi? Hisobimga nima uchun aynan shuncha tushdi? Nega qo'shnimniki boshqacha? Nega birinchi guruhdaginiki ko'proq, uchinchi guruhdaginiki kamroq ko'rinadi? Men bu yerda eng muhim qoidani aytaman. Oshirish odatda hamma uchun bir xil summada emas, balki amaldagi to'lov turiga, bazaviy miqdorga va tayinlangan pensiya miqdoriga qarab hisoblanadi. Ya'ni kimning boshlang'ich puli yuqoriroq bo'lsa, foizli oshirishda qo'shiladigan summa ham ko'proq bo'lishi mumkin. Kim minimal miqdorga yaqin to'lov olayotgan bo'lsa, unda oshgan summa boshqa ko'rinadi. Shuning uchun hammaniki falon so'mga oshdi deb umumiy gapirish ko'pincha xato bo'ladi. Endi hisob-kitobga o'tamiz. Men sizga oddiy misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling. Avgustdan boshlab pensiya va nafaqalar unum foizga oshirilgan. Bu misol orqali tushuntirish qulay bo'lishi uchun men unum foizini olaman. Siz o'zingiz oladigan to'lovni shu tartibda tekshirishingiz mumkin. Agar odam oldin 800 ming so'm olgan bo'lsa, 10% oshirishda unga 80 ming so'm qo'shiladi. Demak, yangi miqdor 880 ming so'm bo'ladi. Agar oldin 1 million so'm olgan bo'lsa, 10% 100 ming so'm. Yangi miqdor 1 million 100 ming so'm bo'ladi. Yangi miqdor 1 million 100 ming so'm bo'ladi. Agar oldin 1 million 500 ming so'm olgan bo'lsa, 10% 5 ming so'm, yangi miqdor 1 million 600 ming so'm bo'ladi. Lekin real hayotda hamma narsa bunday tekis ko'rinmaydi. Chunki ayrim odamlarda asosiy pensiyadan tashqari qo'shimcha to'lovlar bo'ladi. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan odamga parvarish bilan bog'liq qo'shimcha, yolg'iz yashash holati, urush yoki mehnat jarohati bilan bog'liq imtiyoz, farzandlikdan nogironlik holati yoki boshqa ijtimoiy asoslar bo'yicha qo'shimcha berilishi mumkin. Shunda odam bank kartasiga tushgan umumiy summani ko'radi va mening pensiyam falon foizga oshgan bo'lsa, nega hisob-kitob mos kelmayapti deb o'ylaydi. Aslida ayrim qo'shimchalar ham qayta hisoblanadi. Ayrimlari esa alohida tartibda belgilanadi. Shuning uchun har doim umumiy tushgan pulga emas, pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisob-kitob varaqasiga qarash kerak. Birinchi misol. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro oldin 920 ming so'm pensiya olib kelgan. Avgustdagi oshirish 10% deb olaylik. Hisob 920 ming so'mning foizi 95 ming so'm. Demak, yangi miqdor 1 million 25 ming so'm bo'ladi. Agar bank kartasiga 1 million 25 ming so'm emas, masalan 1 million 60 ming so'm tushsa, bu qo'shimcha yoki avvalgi oydan qolgan farq bo'lishi mumkin. Agar 1 million 20 ming so'm tushsa, unda to'lov davri ushlab qolish, qarzdorlik, aliment, ijro hujjati yoki qayta hisoblash sanasi tekshiriladi. Ikkinchi misol, birinchi guruh nogironligi bo'lgan kishi oldin 1 million 400 ming so'm olgan. 10% oshsa 1400 ming so'm qo'shiladi. Yangi to'lov 1 million 700 ming so'm bo'ladi. Lekin bu odamga parvarish qo'shimchasi ham bo'lsa,
umumiy summa bundan yuqoriroq chiqishi mumkin. Ayrim oilalarda farzand otam birinchi guruh, qo'shnim ikkinchi guruh nega farqi katta deb so'raydi. Sababi guruh, staj, avvalgi ish haqi va qo'shimchalar bir xil emas. Ikki odamning tashxisi o'xshash bo'lsa ham pensiya huquqi bir xil bo'lmasligi mumkin. Uchinchi misol. Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro ishlagan, lekin staji kamroq. Oldin 7-2 ming so'm atrofida to'lov olgan. Uni foiz oshsa 7-2 ming so'm qo'shiladi va 7-92 ming so'm bo'ladi. Bu yerda odam nega menga atiga 7-2 ming qo'shildi? Boshqalarga 1-20 ming qo'shilibdi deb ranjishi mumkin. Men bunday holatda birinchi navbatda eski miqdorni tekshirishni maslahat beraman. Foizli oshirishda qo'shimcha summa eski miqdorga bog'liq. Eski to'lov kam bo'lsa, qo'shilgan pul ham kamroq ko'rinadi. 4-misol. Staji yetarli bo'lmagan, nogironlik nafaqasi olayotgan fuqaro oldin belgilangan minimal ijtimoiy to'lov asosida pul olgan. Bunday holatda pensiya formulasi emas, nafaqa miqdori bo'yicha oshirish qo'llanishi mumkin. Masalan, oldingi nafaqa 6,5 ming so'm bo'lsa, 10% 65 ming so'm qo'shiladi, yangi miqdor 75 ming so'm bo'ladi. Lekin qonuniy minimal miqdorlar o'zgargan bo'lsa, yangi summa faqat foiz bilan emas, yangi belgilangan eng kam me'yor bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Endi kim xavotir olish kerak, kim esa xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz avgust oyida oldingi oyga nisbatan ko'proq pul olgan bo'lsangiz, lekin farqsiz kutgandan kam bo'lsa, darhol vahima qilish kerak emas. Avval eski miqdorni oling, unga oshirish foizini qo'llang, keyin yangi tushgan summani solishtiring. Agar farq 5 ming, 10 ming, 20 ming so'm atrofida bo'lsa, bu yaxlitlash bank sanasi yoki ayrim qo'shimcha to'lovlarning boshqa tartibda hisoblanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin farq juda katta bo'lsa, masalan, siz 7 million so'm olgan bo'lsangiz va oshirishdan keyin kamida 2 ming so'm ko'payishi kerak deb hisoblasangiz, lekin faqat 20 ming so'm qo'shilgan bo'lsa, albatta tekshirtirish kerak. Yana bir muhim holat bor. Ayrim fuqarolar pensiyani oyning boshida, ayrimlari o'rtasida, ayrimlari oxirida oladi. Oshirish qarori qaysi sandan kuchga kirganiga qarab, birinchi oyda to'liq oy uchun emas, faqat ma'lum davr uchun farq to'lanishi mumkin. Masalan, oshirish avgustdan kuchga kirsa, avgust puli to'liq yangi miqdorda hisoblanadi. Agar qayta hisoblash texnik jihatdan kechiksa, farq keyingi oyda qo'shib berilishi mumkin. Shuning uchun bir oyda pul kamroq ko'rinsa, keyingi oyda farq degan to'lov tushishi ehtimoli bor. Lekin buni og'zaki taxmin bilan qoldirmasdan rasmiy ma'lumot orqali tekshirish kerak. Endi istisnolar. Yashirin nozik jihatlar va odamlar ko'p adashadigan joylarni aytaman. Birinchi nozik jihat, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, pensiya ham boshqacha qayta hisoblanadi. Masalan, odam oldin ikkinchi guruh bo'lgan. Keyin tibbiy mehnat ekspert komissiyasi birinchi guruh deb belgilagan bo'lsa, faqat avgustdagi oshirish emas, guruh o'zgarishi ham ta'sir qiladi. Aksincha, birinchi guruhdan ikkinchi guruhga o'tsa, ayrim qo'shimchalar kamayishi yoki bekor bo'lishi mumkin. Shunda odam pensiyalar oshdi, lekin menga nega kamroq tushdi deb hayron bo'ladi. Sabab avgustdagi oshirish emas, nogironlik guruhi bo'yicha huquq o'zgargan bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, ba'zi nogironlik hujjatlari muddatsiz bo'ladi, ba'zilari esa ma'lum muddatga beriladi. Agar muddat tugagan bo'lsa va fuqaro vaqtida qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Keyin qayta ko'rikdan o'tgach, to'lov tiklanadi, lekin sanalar juda muhim. Shuning uchun men har doim hujjatdagi muddatni tekshirishni aytaman. Ayniqsa oilada keksa inson, yotib qolgan bemor yoki hujjatlarni o'zi yurita olmaydigan kishi bo'lsa, uning yaqinlari bu masalani nazorat qilishi kerak. Uchinchi nozik jihat, odam ishlayotgan bo'lsa, nogironligi bor fuqaroning ishlashi alohida tartibda ko'riladi. Ayrim to'lovlar ishlash holatidan qat'iy nazar saqlanishi mumkin. Ayrim qo'shimchalarda esa ish holati, daromad yoki ijtimoiy maqom ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Masalan, 3-guruh nogironligi bo'lgan odam ishlayotgan bo'lsa, uning pensiya hisob-kitobi staj va ish haqi ma'lumotlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ish beruvchi tomonidan ma'lumotlar noto'g'ri yoki kech topshirilgan bo'lsa, pensiya qayta hisobida muammo chiqadi. 4-nozik jihat, bank kartasi va naqd to'lov sanasi. Ba'zilar pensiyani karta orqali oladi, ba'zilar pochta orqali yoki boshqa to'lov shaklida oladi. Karta orqali tushgan summa SMS xabarda umumiy ko'rinadi, lekin u yerda to'lovning tarkibi yozilmasligi mumkin. Masalan, asosiy pensiya qo'shimcha o'tgan oy farqi ushlab qolingan qarzdorlik bitta umumiy raqamda ko'rinadi.
Shuning uchun faqat SMSga qarab yakuniy xulosa qilish to'g'ri emas. Pensiya bo'limidan yoki elektron xizmatlardan to'lov tafsilotini olish kerak. 5-nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Agar fuqaroning ijro hujjati bo'lsa, aliment, kredit bo'yicha sud qarori, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish yoki boshqa qonuniy ushlab qolish bo'lsa, pensiya oshgani bilan qo'lga tegadigan summa kutilganda ko'paymasligi mumkin. Masalan, odamning hisoblangan pensiyasi 1 million 220 ming so'mdan 1 million 320 ming so'mga oshdi. Lekin undan 20 ming so'm ushlab qolinayotgan bo'lsa, kartaga 1 million 220 ming so'm tushadi. Fuqaro esa menga faqat 20 ming qo'shildi deb o'ylaydi. Aslida hisoblangan pensiya oshgan, lekin ushlab qolish bor. 6-nozik jihat bir oilada bir nechta to'lov bo'lsa. Masalan, uyda ona nogironlik pensiyasi oladi. Bola nogironlik nafaqasi oladi. Yana bir kishi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Har bir to'lovning qoidasi alohida bo'lishi mumkin. Bitta oilaga keladigan jami pul oshgan bo'lsa ham, har bir shaxs bo'yicha alohida tekshirish kerak. Chunki oilamizga oldin 2 million 800 ming tushardi, endi 3 million ming tushdi degan umumiy raqam muammoni aniq ko'rsatmaydi. Qaysi to'lov qancha oshganini ajratish kerak. 7-nozik jihat yangi tayinlangan pensiyalar. Agar kimdir nogironlik pensiyasini avgust oyidan keyin tayinlatgan bo'lsa, u oldingi miqdorim qancha edi, qancha qo'shildi deb so'rishtira olmaydi. Chunki unga darhol yangi me'yorlar bo'yicha tayinlangan bo'lishi mumkin. Bunday odamlar eski miqdor bilan emas, tayinlash qaroridagi hisob-kitob bilan tanishish kerak. Agar hujjatda staj, ish haqi, guruh, muddat noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, shunda e'tiroz beriladi. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, eski to'lovingizni aniqlang. Buning uchun iyul oyida yoki oshirishdan oldingi oxirgi oyda kartangizga qancha tushganini ko'ring. Agar naqd olgan bo'lsangiz, pochta kvitansiyasi yoki to'lov varaqasini toping. Faqat taxmin bilan menimcha shuncha olardim demang. Aniq raqam kerak. Ikkinchi qadam, avgustda tushgan summani yozib oling. Bank ilovasidan, SMSdan yoki kvitansiyadan aniq miqdorni oling. Keyin eski summa bilan yangi summani solishtiring. Masalan, eski summa 9 ming so'm, yangi summa 9 ming so'm bo'lsa, farq 9 ming so'm. Bu 10% ga mos keladi. Eski summa 1 million 1 ming so'm, yangi summa 1 million 210 ming so'm bo'lsa, farqi 10 ming so'm. Bu ham 10%. Uchinchi qadam, agar raqam mos kelmasa, to'lov tarkibini so'rang. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, shuni nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, bank karta ma'lumotlari va oxirgi to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni olib boring. Agar fuqaroning o'zi bora olmasa, qonuniy vakil, vasiy yoki ishonchnoma asosida yaqin kishi murojaat qilishi mumkin. 4-qadam, yozma ariza bering. Og'zaki so'rash foydali, lekin muammo yechilmasa, yozma ariza kuchliroq. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak. Menga tayinlangan nogironlik pensiyasi bo'yicha avgust oyidan amalga oshirilgan qayta hisob-kitob tafsilotlarini, asosiy pensiya miqdori, qo'shimcha to'lovlar, ushlab qolishlar va oldingi oylardan farqlar bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni yozing, sanani qo'ying, imzo qo'ying. Nusxasini o'zingizda qoldiring yoki ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. 5-qadam, tibbiy hujjat muddatini tekshiring. Nogironlik ma'lumotnomasi qachongacha amal qiladi? Qayta ko'rik sanasi qachon? Guruh o'zgarganmi? Muddatsizmi yoki muddatlimi? Bularni aniq biling. Agar muddat tugashiga yaqin bo'lsa, oldindan harakat qiling. Ko'pchilik faqat pul tushmay qolgandan keyin yugurishni boshlaydi. Aslida hujjat muddati tugashidan oldin masalani tayyorlash kerak. 6-qadam, oilaviy holat va qo'shimcha huquqlarni tekshiring. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan odam parvarishga muhtoj bo'lsa, unga tegishli qo'shimcha bor yo'qligini so'rash kerak. Yolg'iz yashaydigan, boquvchisi yo'q, urush qatnashchisi yoki mehnat jarohati sabab nogiron bo'lgan shaxslar bo'yicha alohida huquqlar bo'lishi mumkin. Men hamma holatda menga yana nima tegadi deb umumiy so'rashni emas, hujjatlar bilan aniq murojaat qilishni maslahat beraman. Chunki mutaxassis sizning vaziyatingizni hujjatlar orqali ko'rsa, to'g'ri javob beradi. 7-qadam. To'g'ri hisob bo'lsa, qayta hisoblashni talab qiling. Agar ish staji kiritilmagan, ish haqi ma'lumotlari hisobga olinmagan, nogironlik guruhi noto'g'ri ko'rsatilgan yoki qo'shimcha to'lov berilmagan bo'lsa,
qayta hisob kitob qilishni so'rayman deb ariza yoziladi. Bu yerda dalil muhim: mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi hujjati, sud qarori yoki boshqa asoslar bo'lishi mumkin. 8-qadam elektron imkoniyatlardan foydalaning. Hozir ko'p ma'lumotlarni davlat xizmatlari orqali yoki tegishli elektron tizimlar orqali tekshirish mumkin. Lekin keksa insonlar yoki internetdan foydalana olmaydiganlar uchun eng ishonchli yo'l hali ham hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga hujjat bilan borish yoki yaqinlar orqali rasmiy murojaat qilishdir. Muhimi, raqamlarni aniq yozib boring. Kam tushdi degan gapdan ko'ra, iyulda 1 million 2 ming so'm tushgan, avgustda 1 million 95 ming so'm tushgan, farq 25 ming so'm. İltimos tarkibini tushuntiring degan murojaat tezroq natija beradi. Men yana bir amaliy misol aytaman. Farzand onasining pensiyasini tekshirmoqchi. Onasi 2-guruh nogiron. Iyulda 990 ming so'm olgan, avgustda 1 million 40 ming so'm tushgan. Farq 6 ming so'm. Agar oshirish 10% bo'lsa, kutilgan farq 9 ming so'm bo'ladi. Bu holatda farq bor. Lekin tekshiruvda ma'lum bo'lishi mumkin. Iyuldagi 9 ming so'm ichida o'tgan oy farqi ham bo'lgan, asl asosiy to'lov 945 ming so'm bo'lgan. Yoki avgustda ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish boshlangan. Yoki qayta hisoblash keyingi oyda to'liq beriladi. Shuning uchun faqat bitta SMS ga qarab noto'g'ri hisoblashdi deb xulosa qilmaslik kerak. Lekin tekshirmay ham qo'ymaslik kerak. Yana bir misol. 1-guruh nogironligi bo'lgan kishi oldin 1 million 300 ming so'm olgan. Avgustda 20 million 30 ming so'm tushgan. Farq 30 ming so'm. Bu 10% ga to'g'ri keladi. Demak, asosiy oshirish mos. Lekin agar u parvarish qo'shimchasi olish huquqiga ega bo'lsa-yu, hujjat topshirmagan bo'lsa, faqat oshirishga qarab xursand bo'lib qolmaslik kerak. Qo'shimcha huquqlar alohida tekshiriladi. Ko'pincha odam o'ziga tegishli imtiyozni bilmagani uchun yillar davomida olmasligi mumkin. Azizlar, bugungi mavzuning eng muhim joyi shuki, nogironlik pensiyasi oshgan bo'lsa, har bir inson o'z raqamini alohida hisoblab ko'rishi kerak. Eski to'lovni oling, yangi to'lovni solishtiring, farqni hisoblang, qo'shimcha va ushlab qolishlarni tekshiring. 1-guruh, 2-guruh, 3-guruh. Staj bor yo'qligi, nafaqa yoki pensiya ekani, hujjat muddati va qo'shimcha huquqlar yakuniy summaga ta'sir qiladi. Shuning uchun qo'shnining puli bilan o'zingizniki to'g'ridan-to'g'ri solishtirmang. Lekin o'zingizga tegishli pulni ham nazoratsiz qoldirmang. Agar avgustda qancha qo'shilganini bilmoqchi bo'lsangiz, hozir eski va yangi summani yozib, farqini hisoblang. Agar tushunarsiz joy bo'lsa, pensiya jamg'armasidan yozma izoh so'rang. Izohlarda sizda qancha edi, avgustda qancha bo'ldi, qaysi guruh bo'yicha pensiya olasiz, yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni nogironlik pensiyasi olayotgan yaqinlaringizga albatta yuboring.